o'rinlarda kutib qolasizlar. Keyin yana Sankt-Peterburg shahrida agar bitta opamizga ish joy bor, agar xohlovchi opalarimiz bo'lsa, posudamойщица 3500 rubl, u ham kunlik to'lov. Dacha ham kunlik to'lov. Assalomu alaykum hammaga. Akalar, opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashlar yo'qmi, jigarlar? Efir qilgan edim, svязь yo'qlikdan efir yopishib qoldi. Shuning uchun video qilishga qaror qildim. Iltimos, mana shu videoga befarq bo'lmang, like bosib tarqatingizlar va kimki kanalda yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga faqat yangi ish o'rinlarini kutib qolasizlar. Bugun xudo xolasa 13-may Moskva shahridan ish chiqaryapmiz, Gorod Sholkovadan, dachada. Bitta akamiz uchun dokumenti bo'lsa ham, bo'lmasa ham farqi yo'q. Ish dachaning ichida nima ish bo'lsa, quruvchilikmi, stроительство bo'lishi kerak-da, stroykaga tushunadigan vatandoshlarimiz bo'lishi kerak. U yerda ichida nima ish, mелочевка ishlari bo'lsa, bemalol qilib yurasizlar. 4000 rubl smenasiga beradi. 8 soatlik ish vaqti, dokumentingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham farqi yo'q. Yotoq joy beriladi. Akalar, opalar, yotoq joy. U yerda yana bitta o'rus det yashaydi. O'shaning yonida bemalol ishlab yurasizlar, akalar, opalar. Videoga befarq bo'lmang, like bosib tarqating. Xudo xolasa yana yangi ish o'rinlarida kutib qolasizlar. Keyin yana Sankt-Peterburg shahrida agar bitta opamizga ish joy bor, agar xohlovchi opalarimiz bo'lsa, posudamойщица 3500 rubl, u ham kunlik to'lov. Dacha ham kunlik to'lov, bu ham kunlik to'lov. Faqat sizlar podдержкада bo'lsangizlar, xudo xolasa men 5000, 6000 rubllik ishlarda xudo